Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'r bo'lsa, u holda ushbu video siz uchun nafaqat qiziqarli, balki hayotiy ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlamoqchiman. Bugun siz bilan shunday muhim o'zgarishlar haqida gaplashamizki, ular haqida bilmaslik sizning moliyaviy ahvolingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ayniqsa, agar siz nafaqangizga qo'shimcha ishlasangiz yoki davlatdan biron bir ijtimoiy yordam olsangiz, bu ma'lumotlar siz uchun 2 barobar muhimdir. Ba'zida bu yangi qoidalar sizga go'yo nimadir taqiqlanayotgandek tuyulishi mumkin. Ammo aslida bu shunchaki qonunchilikdagi aniqlashtirishlar va yangilanishlar bo'lib, ularni chuqur tushunish shart. Shuning uchun men sizdan hoziroq kanalimizga obuna bo'lishingizni va ushbu videoga like bosishingizni so'rayman. Chunki bu ma'lumotlar har bir kishi uchun muhim bo'lib, uyingizdagi har bir nafaqaxo'r bu yangiliklardan xabardor bo'lishi kerak. Muammoning asosiy mohiyati va oldingi holat keling. Avvalo, ilgari vaziyat qanday bo'lganini ko'rib chiqaylik. An'anaviy ravishda ko'pchilik nafaqaxo'rlar nafaqa yoshiga yetganlardan so'ng ham faol hayot tarzini davom ettirardilar. Ya'ni ular o'z kasbiy faoliyatlarini to'xtatmay, ishda qolishar yoki qo'shimcha ish topib, oila byudjetiga hissa qo'shishar edi. Shu bilan birga ular qonuniy ravishda o'z nafaqalarini ham olishda davom etardilar. Davlat tomonidan beriladigan turli ijtimoiy imtiyozlar va yordamlar, masalan, kommunal to'lovlar uchun subsidiyalar, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam kabi imtiyozlar mavjud edi. Ko'pincha bu turdagi yordamni tayinlashda fuqarolarning faqat rasmiy pensiya miqdori hisobga olinar edi. Qo'shimcha ish joyidan olinadigan daromadlar yoki boshqa manbalardan keladigan mablag'lar har doim ham to'liq va avtomatik tarzda inobatga olinmas edi. Bu shuni anglatadiki, nafaqaxo'r bir vaqtning o'zida ham ish haqi olib, ham nafaqa olib, shu bilan biriga jami daromadi belgilangan chegaradan oshib ketgan taqdirda ham ijtimoiy yordamni olishda davom etishi mumkin edi. Chunki ijtimoiy yordam tayinlashda asosan faqat nafaqa miqdoriga e'tibor berilardi. Bu esa ba'zi hollarda davlat byudjeti mablag'laridan samarasiz foydalanishga yoki yordamga haqiqatda muhtoj bo'lmagan shaxslarning ham uni olishiga olib kelishi mumkin edi. Odamlar ba'zan o'zining barcha daromadlarini to'liq oshkor etmasdan ijtimoiy yordam olishda davom etardilar. Endi nima o'zgardi? Hozirgi vaqtda vaziyat jiddiy ravishda o'zgardi. Qonunchilikka kiritilgan so'nggi tuzatishlar va davlat organlarining axborot almashinuvi tizimlarining takomillashishi tufayli har bir fuqaroning, shu jumladan nafaqaxo'rlarning ham barcha daromad manbalari tobora shaffof bo'lib bormoqda. Endi davlat tomonidan har qanday ijtimoiy nafaqa, subsidiyalar yoki boshqa turdagi moddiy yordamni tayinlashda faqatgina pensiya miqdori emas, balki sizning barcha daromad manbalaringiz, jumladan ish haqingiz, qo'shimcha ishdan olgan daromadingiz, ijara daromadingiz, dividendlaringiz va boshqa barcha turdagi tushumlar to'liq va har tomonlama hisobga olinadi. Davlatning maqsadi aniq: ijtimoiy yordamni haqiqatda ehtiyojmand bo'lganlarga yo'naltirish, mablag'lardan samarali foydalanishni ta'minlash. Bu degani, agar sizning umumiy daromadingiz, ya'ni pensiya, plus ish haqi, plus boshqa daromadlar belgilangan ijtimoiy yordam olish uchun o'rnatilgan chegaralardan oshib ketsa, sizga bu yordamni olish taqiqlanadi yoki u to'xtatiladi. Shuningdek, agar siz o'z daromadingiz haqida to'liq va to'g'ri ma'lumot bermasangiz, bu ham jiddiy oqibatlarga, jumladan avval olingan mablag'larni qaytarishga va jarimalarga olib kelishi mumkin. Shu sababli nafaqaxo'rlar o'z daromadlari va davlat yordamini olish shartlari haqida juda diqqatli bo'lishlari kerak. Bu to'g'ridan to'g'ri pensiyaga ta'sir qilmayotgandek tuyulishi mumkin. Ammo qo'shimcha imtiyozlar va yordamlardan mahrum bo'lish ham moliyaviy jihatdan sezilarli zarba bo'lishi mumkin. Batafsil tahlil: nimani bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasa ham bo'ladi, keling. Ushbu o'zgarishlarning eng muhim jihatlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Asosiy o'zgarish shundaki, davlat tomonidan beriladigan har qanday ijtimoiy yordamni, masalan, kommunal xizmatlar uchun subsidiyalar, bolalar nafaqalari, moddiy yordam va boshqalarni olish uchun ariza topshirganingizda, endi sizning faqatgina pensiya miqdoringiz emas, balki butun uy xo'jaligingizning jami daromadi hisobga olinadi. Bu degani sizning oylik pensiyangizga qo'shimcha ravishda ish haqingiz, ijara daromadingiz, bankdagi omonatlaringizdan kelgan foizlar, tadbirkorlik faoliyatingizdan olingan daromadlar va oilangizning boshqa a'zolarining daromadlari ham jami daromad sifatida baholanadi. Bu avvallari
ko'pchilik nafaqaxo'rlar uchun jiddiy o'zgarish bo'lib, ular buni hisobga olmasdan eski qoidalar bo'yicha yordam olishga umid qilishlari mumkin. Xo'sh, kim xavotirlanishi kerak? Eng avvalo, quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlar xavotirlanishi kerak. Birinchidan, agar siz nafaqa olganingiz holda biror joyda rasmiy yoki norasmiy tarzda ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, sizning qo'shimcha ish haqingiz endi ijtimoiy yordamni tayinlashda to'liq hisobga olinadi. Ikkinchidan, agar siz davlatdan har qanday turdagi ijtimoiy yordam yoki subsidiyalar, masalan, uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiyalar, kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam yoki boshqa shu kabi imtiyozlarni olayotgan bo'lsangiz, sizning umumiy daromadingiz endi bu yordamlarni olish huquqiga bevosita ta'sir qiladi. Uchinchidan, agar siz uy-joyingizni ijaraga berish orqali daromad olsangiz yoki boshqa manbalardan muntazam ravishda passiv daromadga ega bo'lsangiz, bu daromadlar ham endi umumiy hisob-kitobga kiritiladi. Kim xavotirlanmasa ham bo'ladi. Bu o'zgarishlar barcha nafaqaxo'rlarga birdek ta'sir qilmaydi. Agar siz quyidagi toifalarga kirsangiz, bu yangiliklar siz uchun jiddiy xavf tug'dirmaydi. Birinchidan, agar siz faqatgina nafaqa olib, boshqa hech qanday daromad manbaiga ega bo'lmasangiz va davlatdan hech qanday qo'shimcha ijtimoiy yordam olmasangiz, sizning nafaqangizga bu qoidalar bevosita ta'sir qilmaydi. Ikkinchidan, agar siz ishlayotgan bo'lsangiz ham, sizning umumiy daromadingiz nafaqa plus ish haqi shunchalik past bo'lsa-ki, u davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy yordam olish uchun o'rnatilgan eng past chegaralardan ham oshib ketmasa, bunday holatda siz ijtimoiy yordam olish huquqini saqlab qolishingiz mumkin. Uchinchidan, agar siz faqatgina nafaqa olib, boshqa hech qanday daromad manbaiga ega bo'lmasangiz va davlatdan faqatgina sizning pensiya miqdoringizga bog'liq bo'lgan, umumiy daromadga bog'liq bo'lmagan ba'zi bir noyob imtiyozlarni olsangiz, biroq bunday imtiyozlar soni juda kam ekanligini yodda tutish kerak. Keling, konkret misollar bilan ushbu vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, ijobiy ta'sir bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Faraz qiling, yettagan yoshli Oysha momo 20 million so'm pensiya oladi. U qo'shimcha daromad manbaiga ega emas va oilasida yordam beradigan boshqa a'zolari ham yo'q. U kommunal to'lovlar uchun subsidiyaga muhtoj, chunki uning yagona daromadi faqat pensiyadan iborat. Ilgari ham u pensiya miqdoriga qarab subsidiyani olar edi. Hozirgi yangi qoidalarga ko'ra ham uning jami daromadi faqat pensiyadan iborat bo'lganligi va bu miqdor davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy yordam uchun o'rnatilgan chegaradan past bo'lganligi sababli Oysha momo subsidiyani olishda davom etadi. Bu yerda unga hech qanday taqiq qo'yilmaydi, aksincha tizimning shaffofligi tufayli unga yordam to'g'ri yo'naltiriladi. Ikkinchi misol, salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan holat. Toshkent shahrida yashovchi 65 yoshli Ahmad aka 2 million so'm pensiya oladi. Pensiya yoshida bo'lishiga qaramay, u o'z mahallasidagi do'konda yarim stavka sotuvchi bo'lib ishlaydi va oylik 1 million so'm ish haq oladi. Demak, uning jami oylik daromadi 3 million so'mni tashkil etadi. Ilgari Ahmad aka o'zining 2 million so'mlik pensiyasi asosida qish mavsumida isitish xarajatlari uchun davlat tomonidan beriladigan ma'lum bir yordamni olayotgan edi. Endi yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng uning umumiy daromadi 2 million pensiya plus 1 million ish haqi 3 million so'm hisobga olinadi. Agar ushbu yordamni olish uchun belgilangan daromad chegarasi masalan 2,5 million so'm bo'lsa, Ahmad aka bu yordamni olish huquqidan mahrum bo'ladi. U uchun bu yordamni olish taqiqlanadi. Bu holat Ahmad aka uchun moliyaviy jihatdan sezilarli yarli yo'qotish bo'lishi mumkin. Chunki u avvallari olgan yordamidan mahrum bo'ladi. Uchinchi misol, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan holat. Farg'onada yashovchi 68 yoshli Xolida opa 28 million so'm pensiya oladi. Uning ikkita nabirasi bor. Ularni o'zi boqadi. Chunki farzandlari chet elda ishlaydi. Xolida opa nabiralari uchun bolalar nafaqasi olishga arza beradi. Uning yagona rasmiy daromadi pensiyadan iborat deb tuyuladi. Biroq uning farzandlari chet eldan muntazam ravishda har oyda 2 million so'm miqdorida pul o'tkazmalari jo'natib turadilar. Bu ham uning uy xo'jaligining daromadi hisoblanadi. Agar u bolalar nafaqasi uchun arza berayotganda bu pul o'tkazmalarini oshkor qilmasa, lekin davlat organlari bank ma'lumotlari orqali bu tushumlarni aniqlasa, unga nafaqa tayinlash rad etiladi. Bundan tashqari, agar ilgari u qandaydir ijtimoiy yordamni olgan bo'lsa va bu pul o'tkazmalari sababli uning daromadi belgilangan chegaradan oshib ketgan bo'lsa, u bu yordamni noqonuniy ravishda olgan deb topilishi
va hatto avval olingan mablag'larni qaytarishga majbur bo'lishi mumkin. Bu holatda yangi qoidalar o'z daromadlarini to'liq va shaffof ko'rsatish zarurligini ta'kidlaydi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qoidada bo'lgani kabi, bu yangi tizimda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va aniq ko'rinmaydigan nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Istisnolar: birinchidan, pensiyalarning hamma turlari ham bir xilda baholanmaydi. Masalan, xizmatlar uchun alohida nafaqaxo'rlarga beriladigan pensiyalar yoki maxsus pensiyalar boshqa qoidalarga ega bo'lishi mumkin va ularga nisbatan qo'shimcha daromadni hisoblash mexanizmi farq qilishi mumkin. Lekin bu istisnolar juda kamdan kam holatlarda uchraydi va ko'pchilik nafaqaxo'rlarga tegishli emas. Ikkinchidan, ba'zi ijtimoiy yordam turlari, masalan, bir martalik moddiy yordam yoki favqulodda vaziyatlarda beriladigan yordamlar, daromadni baholash bo'yicha boshqacha mezonlarga ega bo'lishi mumkin. Ba'zan ular uzoq muddatli yordamlarga nisbatan kamroq qat'iy daromad chegaralariga ega bo'ladi. Har bir yordam turi uchun o'ziga xos shartlar mavjudligini yodda tuting. Uchinchidan, ba'zi turdagi daromadlar umumiy hisob-kitobdan chiqarilishi mumkin. Masalan, voyaga yetmagan farzandlar uchun olinadigan aliment mablag'lari yoki davlat mukofotlari bir martalik sovrinlar daromad hisobida inobatga olinmasligi mumkin. Bu kabi istisnolar ro'yxati aniq belgilangan bo'lib, uni tegishli davlat organlaridan aniqlashtirish zarur. Tuzoqlar. Birinchi tuzoq davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi. Hozirgi kunda Soliq qo'mitasi, pensiya jamg'armasi, bandlikka ko'maklash markazlari, kadastr agentligi va banklar o'rtasida ma'lumot almashinuvining samarali tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu shuni anglatadiki, agar siz biror joyda rasman ishlasangiz yoki bank orqali muntazam ravishda katta summada pul o'tkazmalar olsangiz, bu ma'lumotlar avtomatik ravishda aniqlanishi mumkin. Bu esa o'zingizning qo'shimcha daromadingizni oshkor etmasangiz ham davlat organlari tomonidan aniqlanishi va buning oqibati ijtimoiy yordamni olish rad etilishi yoki to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchi tuzoq butun uy xo'jaligining daromadi. Ko'pchilik ijtimoiy yordam turlarini tayinlashda faqatgina ariza beruvchining daromadi emas, balki butun uy xo'jaligining har a'zosiga to'g'ri keladigan oylik daromadi hisobga olinadi. Bu shuni anglatadiki, agar sizning o'g'lingiz yoki qizingiz yaxshi maosh oladigan ishda ishlasa va ular siz bilan birga yashasa, ularning daromadi ham sizning ijtimoiy yordam olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu juda muhim nuqta. Chunki ko'pchilik nafaqaxo'rlar faqat o'zining daromadlariga e'tibor berib, oila a'zolarining daromadini inobatga olishni unutadi. Uchinchi tuzoq daromad chegaralarini inobatga olishni tushunish. Ko'pgina nafaqaxo'rlar ijtimoiy yordam olish uchun belgilangan daromad chegaralari doimiy va o'zgarmas deb o'ylaydilar. Aslida esa bu chegaralar nafaqaning turiga, uy xo'jaligining tarkibiga, nechta odam yashaydi, hududga va hatto iqtisodiy vaziyatga qarab o'zgarishi mumkin. Har bir ijtimoiy yordam turi uchun o'ziga xos daromad mezonlari mavjud bo'lib, ularni aniqlashtirish shart. Noaniq nuanslar. Birinchi nuans: daromadni baholash davri. Davlat organlari daromadni baholashda so'nggi 3 yoki 6 oylik davrni hisobga olishlari mumkin. Bu degani, agar siz yaqinda katta miqdorda pul mukofoti olgan bo'lsangiz ham, bu mukofot bir necha oy davomida sizning ijtimoiy yordam olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi nuans: ma'lumotlarni isbotlash majburiyati. Ijtimoiy yordam olish uchun murojaat qilgan shaxs o'zining va uy xo'jaligining daromadlari hamda boshqa ma'lumotlar haqida to'liq va aniq ma'lumot berishga majbur. Har qanday noto'g'ri yoki chala ma'lumot arizaning rad etilishiga yoki hatto keyinchalik muammolarga olib kelishi mumkin. Uchinchi nuans: noto'g'ri ma'lumot berishning oqibatlari. Agar siz o'z daromadingiz haqida ataylab noto'g'ri ma'lumot bersangiz, bu nafaqat ijtimoiy yordamdan mahrum bo'lishingizga, balki avval olingan mablag'larni qaytarishga majbur bo'lishingizga, shuningdek jarimalarga va hatto qonuniy javobgarlikka tortilishga ham olib kelishi mumkin. Shu sababli har doim rostgo'y va shaffof bo'lish muhimdir. Amaliy maslahatlar: nima qilishingiz kerak ushbu muhim o'zgarishlarga moslashish va moliyaviy muammolardan qochish uchun sizga bir nechta aniq amaliy maslahatlarni taqdim etmoqchiman. Bu qadamlar sizga vaziyatni to'g'ri baholashga va zarur choralarni ko'rishga yordam beradi. Birinchi qadam: o'z daromadlaringizni to'liq ko'rib chiqing. Pensiyangizdan tashqari sizning barcha daromad manbalaringizni aniqlang. Bu ish haqi,
qo'shimcha ishdan tushadigan pullar, ijara daromadlari, bankdagi omonatlaringizdan keladigan foizlar, tadbirkorlik faoliyatingizdan olingan daromadlar va hatto oilangizning boshqa a'zolari agar ular siz bilan birga yashasa va ularning daromadlari umumiy hisobga olinadigan bo'lsa, oladigan daromadlar ham bo'lishi mumkin. Hatto chet eldan keladigan pul o'tkazmalar ham inobatga olinishi mumkinligini unutmang. Ikkinchi qadam, hozirda qaysi ijtimoiy yordam yoki imtiyozlarni olayotganingizni aniqlang. Siz kommunal xizmatlar uchun subsidiya, bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordam yoki boshqa turdagi davlat yordamini olayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu yordamlarning har biri uchun alohida shartlar va daromad mezonlari mavjudligini eslang. Uchinchi qadam, tegishli davlat organlariga murojaat qiling va aniq ma'lumotlarni oling. Bu eng muhim qadamlardan biridir. Siz pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga, mahalla fuqarolar yig'iniga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Aynan sizning vaziyatingiz bo'yicha qanday daromad chegaralari qo'llanilishi, qaysi daromadlar hisobga olinishi va qaysi daromadga olinmasligi haqida aniq savollar bering. Ayniqsa, nafaqa va ish haqi birlashganda ijtimoiy yordamni olish imkoniyatlari haqida so'rang. Hech qachon umumiy javoblar bilan cheklanmang, barcha detallarni aniqlashtiring. 4-qadam, barcha daromadlaringizni to'g'ri va o'z vaqtida e'lon qiling. Agar siz ijtimoiy yordam uchun ariza topshirmoqchi bo'lsangiz yoki uni olayotgan bo'lsangiz, barcha daromadlaringiz haqida haqiqiy ma'lumotlarni taqdim eting. Agar sizning daromadingizda o'zgarishlar bo'lsa, masalan, ishga kirishingiz yoki ishdan bo'shashingiz, ish haqingiz o'zgarishi, bu haqda imkon qadar tezroq tegishli organlarga xabar bering. Vaqtida xabar bermaslik keyinchalik jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. 5-qadam, barcha arizalar va yozishmalarning nusxalarini saqlang. Har qanday hujjatni topshirganingizda uning nusxasini o'zingizda qoldiring. Agar sizga rasmiy javob berilsa, uni ham saqlab qo'ying. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday tushunmovchilik yoki nizoni hal qilishda sizning dalilingiz bo'ladi. 6-qadam, agar shubhalar paydo bo'lsa, huquqiy maslahatchiga murojaat qiling. Ijtimoiy ta'minot qonunchiligi ba'zan murakkab bo'lishi mumkin. Agar siz biror narsani tushunmasangiz yoki vaziyatingiz noaniq bo'lsa, ijtimoiy huquq sohasida ixtisoslashgan yuristdan yoki davlatning bepul huquqiy yordam xizmatlaridan maslahat oling. Bu to'g'ri qaror qabul qilishingizga yordam beradi. Qayerga borish kerak? Birinchi navbatda siz o'zingizning yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qilishingiz kerak. Ko'pgina ijtimoiy yordam turlari, ayniqsa kam ta'minlanganlik bo'yicha yordamlar mahalla darajasida ko'rib chiqiladi. Shuningdek, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari ham sizning pensiya va unga bog'liq masalalar bo'yicha murojaatlaringizni ko'rib chiqadi. Umumiy ma'lumotlar va davlat xizmatlarining keng doirasi bo'yicha davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida taqdim etadi. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Odatda sizdan pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, agar ishlasangiz, mehnat shartnomasi va ish joyingizdan daromadingiz haqidagi ma'lumotnoma, bank hisob varaqlaridan ko'chirmalar, uy xo'jaligingizning tarkibi haqidagi ma'lumotlar, oilaviy tarkib to'g'risidagi ma'lumotnoma va boshqa aynan sizning vaziyatingizga bog'liq bo'lgan qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Mutaxassislardan aniq hujjatlar ro'yxatini aniqlashtirishni unutmang. Nimani yozish kerak? Ariza shakllarini to'ldirayotganda barcha ma'lumotlarni to'liq, aniq va tushunarli tarzda kiriting. Hech qanday ma'lumotni yashirmang va noto'g'ri ma'lumot bermang. Agar biron bir bo'limni to'ldirishda qiynalsangiz, mutaxassislardan yordam so'rang. Arizangizning har bir bandi haqiqatga mos kelishi kerak. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar, bugungi videoda ko'rib chiqqanimizdek, nafaqaxo'rlar uchun ijtimoiy yordam va imtiyozlarni olish shartlarida muhim o'zgarishlar mavjud. Asosiy xulosa shundan iboratki, endilikda har qanday ijtimoiy yordamni olishda nafaqat pensiya miqdori, balki sizning va butun uy xo'jaligingizning jami daromadi har tomonlama hisobga olinadi. Davlatning maqsadi yordamni haqiqatda muhtoj bo'lganlarga yo'naltirishdir. Shu sababli har bir nafaqaxo'r o'z daromadlari haqida to'liq xabardor bo'lishi va barcha ma'lumotlarni shaffof tarzda taqdim etishi shart. Bu sizni kutilmagan moliyaviy muammolardan himoya qiladi va sizga davlat tomonidan beriladigan yordamni olishda adolatli bo'lishingizga yordam beradi. Ushbu ma'lumotlar
siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni va boshdan kechirgan vaziyatlaringizni izohlarda yozib qoldirishingizni so'rayman. Balki siz ham qandaydir qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsangiz, bu haqda yozing. Sizning tajribangiz boshqalar uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki bizning keyingi muhim ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormang. Keyingi videolarda ham mana shunday muhim masalalarni ko'tarib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. E'tiboringiz uchun rahmat.